Qibrayda joylashgan mana shu hashamatli, fayzli xonadonni tomlarini chiroyli qilib bo'yab berishga olganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu tomni hozirgi holati shunaqa jigarrang profnasil yopilgan ekan. Bu tomni biz hozir trendda bo'layotgan o'sha mokriy rangga chiroyli qilib bo'yab beramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar, natijasini videoni oxirida ko'rasizlar. Ushbu xonadonimizning tomlarini jigarrang rangdan hozir trendda bo'layotgan mana shu mokriy rangga fasadlariga moslab chiroyli qilib bo'yab berdik. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar. Agar tomini bo'yatmoqchi bo'lgan do'stinglar bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yinglar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsa, 24/7 aloqadamiz. Tominglarni bo'lsa, chiroyli qilib bo'yab beramiz.